Milliy armiyamiz milliy g'ururimiz. O'zbekiston Respublikasining milliy armiyasi 1993-yil 14-yanvarda tashkil topgan. Milliy armiyada oddiy askardan boshlab bosh qo'mondongacha xizmat qiladilar. Bizning bosh qo'mondonimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Biz Spitamin, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur kabi buyuk ajdodlar vorislarimiz. Ishonch bilan aytamanki, biz buyuk ajdodlarimizga munosib, vatanga sodiq farzandlar tarbiyalaymiz. Vatanim qalqonlari, mard o'zbek o'g'lonlari, siz tufayli musaffo yurtimiz osmonlari. O'zbekiston mard o'g'lonlari, bahodirlar pahlavonlari, tinchligimiz chin posbonlari, bayramingiz bo'lsin muborak. Vatan ishqi ko'nglingizdadir, yurt taqdiri qo'lingizdadir, nigohimiz yo'lingizdadir, bayramingiz bo'lsin muborak. Chegarada turaman, mening jasur mard akam borki ko'nglim to'q, chegaramiz mustahkam. Vatan tinchligin asrash har bir yigit burchidir. Matonatli askarlar yurtning obro' kuchidir. Milliy armiyamiz yoshlarni mardlik, matonat va jasorat maktabidir. Qadam tashlar ishonch bilan, orzusida nur kelajak. Askar bo'lib ulg'ayadi, yurt faxriga aylanajak. Kuch qaynar bilagida, o't yonar yuragida, postiga sergak juda vatanim o'g'lonlari. Ardoqlagin vatanni, bag'ishlab jon u tanni, yo'latmagin dushmanni, O'zbekiston askari. Yuragingizda vatan, ko'zingizda nur, har qanday mardlik, har ishda g'urur. Tinchligimiz sizning jasorat sabab, bugun sizga atalgan hurmat, ehtirom. Mard yigitlar, bayramingiz muborak bo'lsin. Vatan tinchligi sizning jasoratingiz, el yurt osoyishtaligi siz bilan. Tinch osmon posbonlari, bayramingiz muborak bo'lsin. O'zbekiston Respublikasining mard jasur o'g'lonlari, Bayramingiz muborak bo'lsin.